Bu kelini dastidan dod. Hoy sharmanda-ku bu sharmanda. Shu paytgacha kelin degan uxlaydimi, a? Shuncha gapirdim. Gap o'qmas ekan bu qiz. Latte va choy hozir. Ana chiqib kelyaptilar. Meni gapimdan keyin zo'rg'a chiqib kelyaptilar. Bo'lmasa chiqmasdilar. Assalomu alaykum oyijon. Uzr uxlab qolibman. Va alaykum assalom. Uxlab qopman. Uxlang siz. Peshingacha uxlaganingizdan keyin uyda baraka bo'ladimi, ha? O'zicha siz kelganingizdan beri uydan farishta ko'tarildi. Shuni bilasizmi? Nevaringiz ertalabgacha uxlamagandi. Yaqinda uxladi. Shunga ozgina ko'zim ilinibdi. Voy, yana shu gapmi? Har ikkita gapi orasida bolangizni tiqishtirasiz, ha? Hamma kelinlar shunaqami yo bitta siz shunaqamisiz? Bu uyda siz kelinmisiz? Yo kelinmisiz? Kelin bo'lsangiz o'rningizni biling, xo'pmi? Oyi, ertalabda nima deb bolam? Sen bor ertalab uyg'ondi. Hey kelin, nima bezrayib turibsiz? Hayronman. Boring ishlaringizni qiling. Bolangizni ham yeplang, ishlarini ham qotirib qo'ying, xo'pmi? Sen bolam kirib damingni ol. Bo'ldi, uyqum qochdi.